45. Uzunligi 100 metr bo'lgan aylanani ikki jism qarama-qarshi yo'nalganda 5 minutda, bir xil yo'nalishda harakatlanganda 25 minutda uchrashadi. Ikkala jismning tezliklari ko'paytmasini toping. Uzunligi 100 metr bo'lgan aylanani ikki jism qarama-qarshi aylanganda, demak, aylana berilgan. Mana shu aylana uzunligi L teng 100 metr. Aylanani ikkita jism qarama-qarshi yurganda, ya'ni mana bu yerdan bu yoqqa hamda bu yoqqa yurganda, bu V1, bu V2. Qarama-qarshi yursa tez uchrashyapti, ya'ni tezliklar qo'shiladi. V1 qo'shuv V2 ko'paytiruv 5 minut 5 teng 100 ga. Xo'p, bir xil yo'nalishda yurganda tezliklar ayriladi. V1 minus V2 ko'paytiruv 25 minut teng 100 ga. Sistema metr taqsim sekundda bo'lgani uchun tezlik mana bu 5 minutda sekundga aylantirib olaman. 300 bo'ladi. 25 minutda ham sekundga aylantiraman. Buning uchun 25 ni 60 ga ko'paytiramiz. 1,5 ming. 1,5 ming. Demak, shu sistemani ishlashimiz kerak ekan. V1 qo'shuv V2 teng 1 taqsim 3 ga. V1 ayrilgan V2 teng 1 taqsim 15 ga. Sistema qo'shib yuborsam, ikkita V1 teng ekan. Bunga 5 tadan bersak 6 taqsim 15 yoki 2 taqsim 5. Demak, V1 teng ekan 1 taqsim 5 metr taqsim sekund. Mana. Xo'sh, V2 ni topsak, bu 1 taqsim 5 mi? V2 ni topish uchun 1 taqsim 3 dan 1 taqsim 5 ni ayiramiz. Shunda 2 taqsim 15 metr taqsim sekund chiqdi. Mana. Demak, bizda adashmasam minutligicha qolgan variantlarda o'shaning uchun buni minutga aylantirsak 60 ga ko'paytiramiz. 12 metr taqsim minut. Buni ham 60 ga ko'paytirsak 8 metr taqsim minut. Demak, ikkalasini ko'paytirmasi 96 bo'ladi. Mana 45 ga B variant.